qarasizlar, bironta odamning qo'lida telefon yo'q, qarang. Madaniyat bilan konsert ko'rish mana bunaqa bo'ladi mana. Telefon bilan konsert ko'rib bo'lmaydi-da. Qo'lingizda telefon tursa qanaqa qilib qarsak olasiz? Qanaqa qilib kulasiz? Men Farg'onada konsert qo'yapman. O'tgan yil bo'lgan voqea Islom Karimov nomidagi san'at saroyi bor. Farg'onada. Bu yoqda konsert qo'yamiz, keyin bu yoqda qo'yamiz. U ikkinchi tochkamiz, katta tochkamiz. Bir onaxon, yosh katta bir kampir, 2 soat syomka qildi konsertni. Na kuladi, na qarsak chaladi. Qarsak chalamasa bitta qo'l band, kulaman desa video qimlab ketyapti. Hamma mazza qilib hamma chaypalib kulsa, boyaga onaxon bor-ku, mana shunaqa kulyapti. Xuddi aksronmagan odamga o'xshab. Bir payt konsert tugadi, 2 soatdan keyin. Da telefoniga qarab, "Voy o'lay, zapisni bosmabman" deydi. Men aytdim, "Battar bo'ling" dedim. Nimaga o'zi konsert ko'rmasdan videoga olib o'tirdi desam, "Uyda bola chaqam bilan ko'rmoqchi edim." Aytdi, "Bola chaqangiz ham quruq qoldi, o'zingiz ham quruq qoldingiz" dedi. Yo, videoga olsa-chi, masalan, men jahlim chiqadi, shu ko'rsa bo'ladi-ku deyman, pulga bilet olgan. Videoga olgani mayli. Bittasi bir joyda konsert qo'yapmiz, birinchi qatorda bor-ku, video ko'rib o'tiribdi. Telefondan. Shunday asabiylashyapman, nima ko'ryapti ekan, mendan ham muhim bo'lgan, nima ko'ryapti ekan? Kimni ko'ryapti ekan? Jahlim chiqib ketyapti. Oxiri aytdim, "Aka" dedim, "Shuncha bilet, qimmat joydan bilet olgansiz. Bu o'rta birinchi qatorda olgansiz" dedim. "Men sizga kuyib-pishib gapiryapman odamga o'xshab. Siz video ko'rib o'tiribsiz, aka? Kimni ko'ryapsiz? Menga ham ko'rsating." Desam, "Mana ko'rsatuvdi." Aytsam ishonmaysizlar. Meni konsertimni ko'rib o'tiribdi. Meni konsertimni ko'rib o'tiribdi. Aytdim, "Meni konsertimni ko'ryapsizmi?" dedim. "Men peshanangizda turibman-ku" dedim. "O'zimga pryamoy qarab ko'rmaysizmi?" desam, "Men ko'rganim yo'q, o'zim deb bitta qaradim" deydi. Endi uyda ham shunaqa bo'lib qoldik. Televizorda qo'yib telefonga qarab o'tiramiz. Hayot shunaqa bo'lib qoldi. Uyda bo'lsa mayli, katta xotin katta yo'ldan telefonda video ko'rib o'tib ketyapti. Men aytaman-da, shu hayotidan ham muhim bo'lgan nimani ko'ryapti-ku shu yerda. Abdulla Qahhorning bir gapi bor. Asrlar taqdiri lahzada hal deydi. O'sha paytda Xudo ko'rsatmasdan mana o tomondan ursa, yotasan palatada 24 soat. Hech kim xalaqit qilmaydi, o'sha paytda uyqu ham kelmaydi. Xudo saqlasin. Doktor kelib, "Ha, opa, nima bo'ldi?" desa, "Bilmasam. Shu katta yo'ldan o'tib ketayotgandim. Instagramga kirsam, Munisa Rizayevaga eri gul bergan ekan. Katta gul. Haliginga endi like bosaman desam, o'zimni mashina bosib ketdi. Bir payt Munisani eri kelib, "Opa, turing" dedi. Ko'zimni ochsam, reanimatsiyada yotgan ekanman. "Menga nima bo'pti, doktor?" "Opa, endi telefonga mukkezdan ketgan ekansiz, men sizga telefon tilida tushuntiraman, opa. Sizni zaryadkaga qo'yib zo'rg'a o'ziga keltirib oldik, opa." Tokka tiqqadi. "Opa, miya chaypalgan, menimcha galereyangizda ishlasa qolmadi, opa. Keyin sizni mashina ozgina sudragan ham bo'lsa kerak, chexollaringiz yetilyapti, opa. Bolalaringizga ayting, yangi chexol bilan korobka dokumentlaringizni olib kelsin, opa. Hali 3 oy yotasiz, opa, ahvolingiz og'ir. Xo'jayiningiz bor-a, yeringiz bor-a?" "Ha, bor." "Endi pochchaga sekin tushuntiring, opa. Sim karta kuygan." "Sim karta nima u?" "Pochka ketgan, opa, pochka. Menimcha endi antenna ushlay olmasangiz kerak." Siz o'ylaysiz, ana shofyor qarayapti deb o'ylaysizmi yo'lga? U beparosat ham telefon o'ynab kelyapti. Hozir shofyorlarni ko'rsangiz, mashina haydaganlarni qo'lida rol, bitta qo'lda telefon. Men taksi chaqirdim, komfort. Obro'ga yarasha bo'lsin deb komfort taksi chaqirdim-da uyga. Bir payt chiqsam, mashina kelgandan keyin telefonda video ko'rib o'tiribdi. Salom yo'q, alik yo'q, komfort. O'tirdim, hayda dedim. Yo'lda ketyapmiz, har svetoforda qizil chiroq kelganda video ko'radi. Qizil chiroqqa ataylab to'xtayapti. Shu to'xtaydi, video ko'radi. Hali o'tib ketsa bo'ladigan joyda ham gaz tashlayapti. Maqsad
shu video ko'rib olish kerak-da, shu qizilda turgan paytda. Ishonasizlarmi? Yashil yonganini men aytib turibman. U videoga qarab turibdi, men svetoforga qarab turibman. Yashil desam yuradi. Men svetoforga to'xtaydi, telefonga qaraydi, men svetoforga mana qarab turaman. Yashil desam yuradi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam ketadi. Radar desam sekinlayapti. O'zidan, mendan o'ziga Alisa yasab oldi. Men yonida o'tiribman, поверните направо. 100 metrdan keyin chapga buriling. To'xtang. Oxiri aytdim, uka dedim. Kechirasiz, bu mashina komfortmi? San, ha, komfort dedi. Kimga komfort dedim. Sizga dedi. Cho'ta men komfort sezmayapman hozir dedi. Cho'ta menga diskomfort bo'lyapti hozir dedi. Uka dedim, qo'y olib ketayotganing yo'q dedim. Men senga enangni navigatorimanmi dedim. Ko'zingga qaramaysanmi? O'zim do qarab. Ozaka! Sizmi dedi. Endi tanidi meni. 20 minut turdim mashinasida, endi tanidi. U komfort chaqirasiz-ku ana. Komfort chaqiravering. Bir kun biznes chaqirsam, komfortda kelgan mashina keldi. Aytdim, biznesda ham shu mashina keladi. Sen ha dedi. O'zgarish yo'q u. Sen bor dedi. Qanaqa o'zgarish bor? Sen ha galstuk taqib keldim-ku dedi. Mashinada o'zgarish bo'lmas ekan, shofyorda o'zgarish bo'lar ekan. Galstuk taqib kelsa, biznes bo'lar ekan. Yechib kelsa, komfort bo'lar ekan. Zo'r-ku. Aytib, kattaroq mashina kelmaydimi sen? Katta mashinasi bor odam taksi qiladimi aka dedi. Ana premium degani qanaqa desam, premiumda men o'zim kelaman deydi. Unda qanaqa bo'ladi desam, galstuk taqib kelamanda, orqaga 2 bakalashka suv qo'yib qo'yamanda, keyin tushib mashinani ochib bersam deydi, premium bo'ladi deydi. Qoyil uka, startdan yursangiz kerak desam, ha, mashinani yuvmagan kunlarim, keyin o'zim ham cho'milmagan kunlarim startda yuraman deydi. Voy, zamon shunaqa bo'lib qoldi. Mana bolalarning qo'liga telefon bersangiz yupanib qolyapti. Zamonning bolalarini qarang. Yig'lab o'tirgan bolaning qo'liga telefon berib qo'ying, chaqalog'imiz ham yupanib qoladi. Biz og'zimizga so'ska solib qo'ysak yupanib qolardi. Hozir bolalarning og'ziga so'ska soling, nima bu dedi, tushunmadim faqat. Telefonni bering bu yoqqa deydi. Yig'lamaslikni xohlasam telefonni bering bu yoqqa deydi. Telefonni qo'liga bersangiz yupanib qolyapti. Nimaga? Chunki u onasini qonnidalik paytida ona uni boshiga qo'yib telefon o'ynagan. Tug'ilguncha bosh tepada bo'ladi-yu. Tug'ilishdan keyin pastga qarab ketadi bosh. O'sha telefonni boshiga qo'yib o'tiraverib, ko'p bolalar oyog'idan kelib qolyapti hozir. Bu boshida turgan telefonni onani qonida yotgan bola o'ylaganda nima ekan shu degan. Xudo xolisa tug'ilsam bitta ushlab ko'raman shuni degan. Onaxon bolalarini, nabiralarini parkka borib o'ynatib, kachalarni uchirib uyga olib kelibdi-da, "Maza qildinglarmi?" desa, "Rahmat, bujon, maza qildik" deyibdi. O'lsam shu holatda endi mendan. Meni eslab yurasizlar desa, kichkina navrasi, "Bujon, o'zingiz telefoningiz kimga qoladi?" debdi. Bolaga shu qiziq. Endi bolalar desang, chollarga nima bo'lgan? Otaxonlarda qo'lda ham telefon, oldin qayerda bosadi deb turardi. Hozir Instagramga kiryapti, TikTokka kiryapti otaxonlar. Onaxonlar ham shu. Bir otaxonga bolalari telefon beribdi, iPhone telefon. iPhone-ni men tushunmayman, uncha odam tushunmaydi, yoshlar ham. U otaxon qatdan tushunadi, uni bezduga qo'yishni bilmaydi. Uni zvanogiga navarasi Hojiboy ekani gapini qo'yib qo'yibdi, ustozni gapini olib. "Torpadaringga la'nat. Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Tashqarida mol och qolib yotibdi. Sen odam bo'lsan. Sen molsan degan gaplari bor. Bilsanglar, ko'pchilik butunlikka ham qo'yib qo'yadi. Hali aytgan-ku, Napoleonni uyg'otgan paytda, "Turing janob, sizni buyuk ishlar kutyapti" deb uyg'otar ekan. Biz o'zbeklar bolasini "Torpadaringga la'nat" deb uyg'otadi degan gaplari bor. Chani qo'yib qo'yibdi. Endi kuladigan joyi qayerda deyapsizlarmi hozir? Hozir aytaman.
Otaxon telefonni cho'ntagiga solib janozaga boribdi. Aytdim, bugun muxlisda zo'r kelgan. Mana shu yarimidan tushunadiganlar bugun kelganda. Aytmaymi qolganini? Kelinglar bir-birimiz vaqtimizni olmaylik. Shu bugungi konsertni yarmini aytib beraymi? Qolgan tasavvur qilib kulaverasizlar, ha? Otaxon endi yoshingiz ulug' debdi, imomni oldiga o'ting deyishibdi. Ayting. Nima bola kecha ham kelmadinglar? Imomni oldida turganmish. Yo'qda tobutda mayit yotganmish. Eshitdik. Telefon eshitdik, opa. Janozada mumkin emas telefon ishlatish. O'zi shu haqida gapiryapman hozir. Imom ma'ruzani boshlabdi, birodarlar. Mana palonchi akamiz qalon yoshda qazo qildilar. Birovdan qarzi bo'lsa farzandlari xat hujjat bilan kelsa to'lab beramiz deb turishibdi. Saflarni to'g'rilab olamiz. Janozasini o'qiymiz. Birodarlar, mana shu odam kecha oramizda yuruvdi, bugun mana yotibdi. Bir kun hammamiz shu yerda yotamiz, birodarlar. Deb tursa, otaxonga bittasi telefon qilyapti-da. Tor padaringga la'nat. Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Sakras 10 ishlar o'sha payt soatim. Otaxon ovoz o'zidan kelagan o'zi bilan atrofga qaramiz. Mana orqasiga qarab o'chiray dedi. Telefonga muzika qo'yib bo'lmaydi. Uni qo'ygandan keyin Facebookga qo'yish kerak. Tobut ko'tarib ketyapmiz. Oldi qatorda bittasi ketyapti o'ta. Telefoniga Ozod akaning ashulasini qo'yibdi. Bas telefon qo'yardi, tobut ko'tarib ketgan joyda. Ey gul yuzing, zaraylama. Ming bir baloga qo'yma. Menga ekan, mana ol. Ba'zi birlar oyoqqa kirganda ham o'chirmaydi. O'zi telefon bilan oyoqqa kirib olmaydi, o'zi haligi joy bor-ku. Mana. Qovushadigan joy. Bir kun endi kiruvdim. Shu yonimdagi xonada. Mast aylading. Sarmast aylading. Mening yuragimga ishqni joylading. Voyey dedi. Biz olib alo dedi. Men aytdim, "Voy, qayerdasan desa nima derkan hozir" deyman. O'shaning uchun telefonlarni o'chirib qo'yib maza qilib bugun davolaylik. Mana lazerchilar ham hammani g'ashiga tegmasin. Telefonlarni o'chirib qo'yib maza qilib davolaylar. Bugun hamma narsani unutinglar. Bugun sizlar bilan maza qilib kulishamiz nasib bo'lsa. Tayyormisizlar? Men ham tayyorman.